Assalomu alaykum. Salom. Kuruvdan chopish agentligidan keldim. Kelinglar, kakras sizlarni kutib turdik, kelinglar. Kimni kuruvdan chopish kerak? Mana chopish kerak. Necha kunga chopish kerak? Biza xullas dachiga chiqib ketamiz. Bir haftaga. Amallasa bo'ladi. Bizga o'rtog'ingiz haqida ma'lumot kerak. O'rtog'ingiz rasxod qiladimi? Umuman qilmaydi. Umuman qilmaydi. Yoz. 3-stepen. 3-stepen qanaqa stepen? Pas stepen. Pul topadimi? Biza bilan bir xil topadi. 3-o'chir. Oltin yoz. Oltin stepen qanaqa stepen? Itdan ham pas stepen. Oo. O'rtog'ingizda zararli odatlari bormi? Zararsiz odatlari bormi deb so'rang, aka. O'rtog'ingiz bu narsa so'rab turadimi? Umuman so'ramaydi. So'ramasdan pullarimizni ishlatib tashlaydi. Hamma narsani yeb tashlaydi so'ramasdan. Oltin o'chir 9 yoz. 9-stepen qanaqa stepen edi u? Kana stepen. Xuddi shunaqa. Xavotir olmang. O'rtog'ingizni nazoratimiz ostiga olamiz. Faqat xizmat narxi qimmatroq bo'ladi. Aka to'laymiz. Jon aka, to'laymiz. Kelishdik. Biz ko'rinmaydi ko'batar kulgirsigan Hozir kiraman. Sebebimiz Assalomu alaykum. Assalom. bezdi o'zlari Kelinglar. damdar mi tek basmar var Donuz nafsimi Turuv. Shartnomani bekor qilaylik, aka. O'zi 2 kun bo'ldi. Bizga 2 yildek bo'ldi, aka. Qarzga botirib yubordi o'rtog'ingiz bizani, aka. Nomimizga kreditlar olib tashlabdi, aka. Xotinimga hamma qizlarim bilan peripiskalarimni tashlabdi, aka. Masjidga keldi. Ko'tar. Mana. Masjidga keldi, aka. Aka prosta shartnomani bekor qilsak, qimmatga tushib ketasiz-da. Qimmatmi? To'laymiz. Ay, oğlum arkadaşlar bir taraftan kanı sıfırlıyoruz. Ay. Itni bosib oldimmi? Kolunu basvardınız. Boqmaqing, qo'lingiz butun. Mashinani mo'ynalashtırib bering. Hozir almashtirib beraman senga. Ustozim, qimmat moy idishiga arzon 10 ming so'mlik universal moy quyapmiz. Ya muomalasini ko'ryapsanmi? Qo'limi bosdan uzr so'ramadi. Hozir o'qiymiz, qimmat moy pulni olasiz, qo'y. Shunaqa iflos g'oyalar qatdan keladi miyangizga? Ana, moyza ana shuni qo'ydik. Qimmatini qo'ydik. Sizlar 1 million 200 ming so'm. Yomon sekin harakat qilar ekansizlar. Antifrizni almashtirib bering. Antifriz almashtiriladi dedi. Buni men so'rab oldim. Gapirishni qarang, ikki muomala qilganga qilyapti bizga. Hozir narga sokani qo'shaman deb qip-qizil bo'ladi. Keyin qizil antifrizni sotib olamiz qimmatga. Shunaqa qilsa ham bo'ladimi? Qara. Voy! Yomon ilonni yog'ini yalagansiz-da. Shuni ko'rdingmi buni? Ustoz yomon dahosiz deb daho. Ketdik. Antifriz ham tayyor bo'ldi. Hozir qo'qonni birab qo'ying. Qora bir bilsam yaxshi bola ekansiz. Pulni uyga borib berarsam bo'ladi. Bo'ladi. Ketdik. Vaydat! O'ng qo'li! Ustoz yomon qilgan harom ishlaringiz qo'lingizga urdi. Yo'q, xotinimga nima deyman? Yomon chalish qilar ekansizlar. Gidravlikani mo'ynab almashtiringlar. Ustoz gidravlikasiga paxta yog'i quyib beramizmi? A? Dodam Grafus parfümdan 5 tali zo'r nabor topib qo'yganman. Tom Horton Tabacco Vanilli, Louis Vuitton Symphony, Blue de Chanel, Black Afghano, Kirke. Ushbu ko'rib turgan 5 tali atirimizni Shveysariya original parfümlari hisoblanadi. Aytgancha, bu atirimizning stoykasi 2 kundan 3 kungacha aniq turib beradi. Ha, dodam, bu ko'rib turgan atirlarni atiga 99 mingga xarid qilsanglar bo'ladi. O'zimizga yetkazib beramiz. İbi, kelinmi? Ibi, dadajon xotinimdan ayrildi. Xudo bir asradi-da. Xotinjon qo'ymadingmi? Kelinman qara, qaysi kalla bilan tandurga non yopishsin bezi yo'q alla. zerikib ketdim shuni. Sabr qil xotin, tez kunlarda bu uydan qochib ketamiz. Kelin, bitta choy qo'ying. Gaz ballonni gaz tugabdi. To'ldirib kelay. Kim bu? Assalomu alaykum tog'a. Duxovka sotib yurgandim. Olasizmi? Nonni to'kda zo'r pishiradi. Yo'q, ukajon, bizga to'kib uchadi. Tarosha bu ota-bobamiz tandirga qilgan. Yo'q, kerak yo'q, yop darsani. Haydi xo'pga olib bering, hoy. Tanurga non pishirgandan jonimga tegdi. Zerikma, tez kunlarda bu uydan qochib ketamiz. Hammasidan qutulasan. Kim bu? Assalomu alaykum tog'a. Yaxshimisiz? Pilisa sotib yurgandim. Keliningiz bo'lsa, uy jo'robda bir qiynalib o'tirmaydi. Zo'r apparat. Olasizmi?
O'g'lamiz, o'g'lamiz. Olmaymiz ukajon. Ey, bibimni bibilari ham jo'robga supurgan. Bizanikilar ham jo'robga dakasi supuradi. Yo'q dakasi. Serikma xotin tez kunlarda bu yerdan qochib ketsak, men senga o'zim pilisiz olib beraman. Bak. Shuncha don yeydi bular tuxum tug'maydi. Tog'u, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Darvozangizdan chaqirdim, hech kim chiqmashinga kirib kelaverdim. Kir mashinasi sotib yuribman, zo'ridan olasizmi? Nima? Ey, men senga o'tgan safar aytdim. Hech balo olmayman. Kirmoshinka ham, pirmoshinka ham olmayman. O'ylaga birlik qaytib kelmayman. Xotin dadam uxlabda shu payt qochib ketamiz. Qo'rqitdiling. Mendan qochmoqchimisanlar? Xudo rahmati bobomning gaplari bor. Buzoqni chopgani samoxonagacha. Uylarim sanguylashimga qarshi. Oramiz ochiq. O'g'il erkak bo'lmay. Uylanmasang nima qilasan bitta qizni umidvor qilib? Uydilarim sizga berishmoqchi emas. Oramiz ochiq. O'g'il erkak bo'lmay. Qanaqa oxirigacha kurisha olmaydigan latta bola bu? Har doim ming'ir. Ko'pirishon bizni. Xarakterlarimiz to'g'ri kelmayapti. Oramiz ochiq. O'g'il erkak bo'lmay. Guldek qiz umrini xazon qilding, hali qizingdan qaytadi. Men boshqasini topdim. U sizdan ko'ra boyroq ham kelishgan. Oramiz ochiq. To'g'ri qildi. O'g'il erkak bo'lmay. Yaxshiroq ishga joylashib, tezroq uy-joy qilish kerak edi. Seni umrini oxirigacha kutmaydi-yu. Chumo.